Assalomu alaykum aziz obunachilarim hamda kanalim mehmonlari. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga yoz taomlaridan mana bolgarskiy ya svejiy pomidorlar to'g'rab, qovurmalab mol go'shtida sho'rva qilib ko'rsatmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Bizga mana огородdan kartoshkalarimiz archib oldik, yuvib oldik. Piyoz 5 dona mana shunaqangi to'g'rab archib oldim. Go'sht, mol go'shti, bolgarskiy, pomidor, qalampir, rayhon hammasini hozir to'g'rab olamiz. Pomidor, bolgarskiylarimizni ham to'g'rab oldik. Ana shu cho'michimizda yarim cho'mich yog' qisib oldik. Ko'rsatmabmiz, uzr. Go'shtimizni solamiz. Azizlarim, огородga qalampir ekkandik. Qalampirimiz mana shunaqa bo'ldi. Bundan ham uzunlari bor. Lekin juda ham zahar achchiq ekan. Kartoshkani sovolamiz. Archilagan kartoshkalarimiz. Yiriklaridan maydaroqlarini ataylab to'g'radim. To'g'ragan piyozimizni sovolamiz. Aralashtiramiz. Tuz solamiz. Katta osh qoshiqda yarim qoshiq soldik. Hozircha to'g'ragan piyozimizni yarmini tashladik. Keyin suvini quyib tayyor bo'laman deganda keyin qolganini ham piyozni so'raymiz. Hozir yaxshilab qovurib oldik. Endi bolgarskiy bilan pomidorni soldik. Ozgina qaymoq so'ramiz. Ta'mi o'zgacha bo'ladi. Qovurmalab sho'rva qilsangiz ham qaymoq ta'mi chiqib juda shirin, mazali ta'm beradi qaymoq. Har qanday ovqatlarga yozda qilinadigan taomlarga pripravalar unchalik kerak emas. Nimaga desangiz, bolgarskiy bor, pomidor bor, hammasi svejiy. O'sha pripravalar shularni quritilgani bo'ladi. Biz svejiysidan qo'shyapmiz. Endi suvini quyib yuboramiz. Hamma o'ziga kerakli uyda nechta odam bo'lsa o'shanga qarab suvini quyaveradi. Bizda 5 kishimiz kattalardan. Ana shu suv bo'ladi. Chunki go'shti pishish kerak. Biz jinni ko'proq quydik. Go'shti yaxshi bo'lib pishish kerak. Endi bir qaynab chiqsa, hozir olov baland turibdi. Qaynab chiqsa, olovini pasaytirib qo'yamiz. Sho'rvamizni tuzini ko'rdik. Qalay? Ozgina pas ekan, solamiz. Endi qolgan piyozimizni ham solib qo'yamiz. Rayhon bilan. Serpiyozgina bo'ladi. Mana azizlarim, sho'rvamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, achchiq qalampirlari bilan, ko'katlari bilan. Agar sizlarga video jarayoni yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Sho'rvani hamma biladi deyishingiz mumkin, lekin yozda mana bolgarskiy pomidorlar bilan svejiy qilsangiz boshqacharoqda, qishdagidan ko'ra farqi bor, to'g'rimi? Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lishni albatta unutmang. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr. Allohga omonatsiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman.